Assalomu alaykum, hurmatli kanalim muxlislari. Bugungi darsimiz Excel dasturida ustun va qatorlarni qotirib qo'yish mavzusida bo'ladi. Ya'ni qator va ustunlarni qotirib qo'yish nima uchun kerak? Buni amaliy ravishda ko'rsatib bergan ma'qul. Shuning uchun sirazu amaliyotdan boshlaymiz. Quyidagicha Excel fayl bo'lsin. Agar ko'rib turgan bo'lsalaring, hozirgi davrga kelib ko'pchilik jadvallar Excel faylda ishlanadi. Sababi Excelda jadvallar bilan ishlash qulay. Ba'zida jadvallar juda katta bo'ladi. Ya'ni ustunlar soni ham ko'p bo'ladi, qatorlar soni ham ko'p bo'ladi. Jadvallar to'ldirayotgan vaqtimizda birinchi qator ko'rinib turishi kerak. Agarda biz mana bu holatda o'tkazib yuboradigan, agar jadval tagiga keladigan bo'lsa, hozir birinchi qator ko'rinmay ketdi. Amaliyotda birinchi qator ko'rinib turgan vaqtda to'ldirish oson bo'ladi. Keyin birinchi ustun ham xuddi mana shunaqa qilib ko'rinib tursa yaxshi bo'ladi. Sababi birinchi ustunda ham turli xil familiyalar joylashishi mumkin. Turli xil ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Ya'ni birinchi ustunni, birinchi qatorni qotirib qo'yib jadval to'ldirilsa ancha qulayliklar bo'ladi. Adashishlar, xatoliklar yuz bermaydi. Shuning uchun darsimizni boshladik. Endi avvalambor birinchi qatorni qotirishdan boshlaylik. Uning uchun glavniy holatda turgan bo'lsa, qizil, mana shu qizil bilan belgilangan joyda qotiramiz. Hozir birinchi qator. Excelda bilasizlar, sonlar bilan qatorlar belgilanadi, harflar bilan ustunlar belgilanadi. Demak, birinchi qatorni qotiramiz. Uning uchun vid bo'limiga kiramiz. Закрепить области degan menyuni bosamiz. Закрепить области degani, ya'ni bu yerda закрепить qotirish, области soha. Bizni dasturimizda endi bu qatorlar haqida, ya'ni qatorlar, ustunlar haqida gap ketyapti. Ochamiz va закрепить верхнюю строку degan joyda bosamiz. Ya'ni birinchi qatorni, ya'ni yuqori qatorni qotirish degani bu. Va bir marta bosamiz. Mana ko'rib turganingizdek, birinchi qator qotdi, bemalol mana bu joylarga ma'lumotlarni kiritishingiz mumkin bo'ladi. Mana korxona rahbari, uyushma degan joylarni bemalol to'ldirib tashlayverasizlar. Hech qanaqa qiyinchiligi yo'q. Endi mana shu qotirilgan, birinchi qatorda qotirilgan anaqa olib tashlaymiz. Qotirilishi, uning uchun yana o'sha vidga kiramiz va снять, ya'ni olib tashlashni bosamiz. Снять, закрепление области. Bo'ldi. Mana birinchi qator ham jadval bilan birgalikda harakatlanyapti, ko'rinmayapti. Endi birinchi qator, birinchi ustunni qanday qotiramiz? Bu ham xuddi shuni o'zi, faqat yana закрепить областьga kiramiz. Закрепить первый столбец deyapti. Ya'ni birinchi ustunni, столбец degani ustun degani, строка degani qator degani. Demak, закрепить первый столбецni bosamiz bir marta. Mana ko'rgan bo'lsanglar, birinchi qator qotdi. Bemalol qaytarish ham mumkin, bemalol to'ldirsa bo'ladi. Mana masalan, men bu jadval katta bo'ladigan bo'lsa, men bu yoqlarga bemalol, ya'ni birinchi qator ko'rinib turibdi. Endi buni ham olib tashlaymiz, qotirishni, yana kiramiz, снять, закрепление области. Ya'ni qotirishni olib tashlash degani bu. Bir marta bosamiz, bo'ldi. Birinchi qatorga ham olindi mana. Ko'rib turganingizdek, hozir o'sha boshlang'ich holatga keldi. Endi keyingi masala birinchi qatorni ham qotirish.
birinchi ustunni ham qotirishi bu ham juda ham oson. Mana masalan birinchi qator bilan birinchi ustun qotirilishi kerak bo'lsin. Buning uchun hozir bizda B2 yacheykasiga to'g'ri kelyapti. Mana shu bossak, mana bu birinchi qator ham, birinchi qator ham, birinchi ustun ham, birinchi qator ham joyida turishi kerak. Qolganlari siljishi mumkin bo'ladi. Uning uchun mana bu B2 yacheykasiga kelamiz. Mana shu ikkalasi kesishgan joydan. Va ya'ni zakirpit oblasiga kiramiz. Zakirpit oblasini bosamiz mana bir marta. Mana bo'ldi. Birinchi qator ham siljayotgan yo'q, qotirildi. Birinchi ustun ham qotirildi mana. Bemalol mana shunaqa qilib to'ldirsa bo'ladi. Hech buni qiyinchilik joyi yo'q. Endi xohlagan joydan ham qotirishimiz mumkin. Ya'ni biz 3 ta ustunni, 3 ta qatorni qotiraylik. Uning uchun mana 1 2 3 1 2 3 D4 yacheykasida keladigan bo'lsak, mana shu joyda 2 ta ustunni, 3 ta qatorni ham qotirishimiz mumkin bo'ladi. Buning uchun yana o'sha zakirpit oblasiga kiramiz. Avvalgi qotiradigan joylarni olib tashlaymiz. Снять закрепление области bosamiz va zakirpit oblasini bosamiz. Mana 3 ta qator qotdi, 3 ta ustun ham qotdi mana. Bemalol mana shunaqa qilib xohlagan nechta ustun bo'lsa ham to'ldirish mumkin bo'ladi. Darsni tomosha qilganingiz uchun rahmat. Like va obuna bo'lishni unutmang.